Toshkent shahar markazidan bunaqa narxda Novostroykadan aniq javob uy topa olmaysizlar. Manzilni lokatsiyani aytaman, bittada olishga harakat qilasizlar. Qaranglar. Toshkent shahar Shoyxon Tohir tumani, Mumtoz to'yxonasi, Suzugota masjidi, Samarqand darvoza, undan tashqari yangi qurilgan Gold magazin. Jar stadionining yonidan Novostroykadan sizlarga ajoyib hamyonbop yangi hali egasi kirib yashamagan, yangi remontdan chiqqan uy topib qo'ydim. Narxini videoning oxirida aytaman. Videoni esa aka-ukalar uy olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga jo'nating. Uy juda ham shinam. Hozir ko'rib bitada sevib qolasizlar. Hammamizga mana shunday uy nasib qilsin. Videoga like bosib, tarqatib qo'yamiz. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'taman. Buni o'zingiz uchun bilib oling. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mana shu Novostroykadagi uyni puliga siz hattoki mana bu eski o'sha rossiyskiy domdan ham uy ola olmaysiz. Bu dom 3 podyezdan iborat 9 etaj. Plus bitta mansardasi bor. Uyimiz aynan 1, 2, 3-podyez bo'ladigan bo'lsa, o'rtadagi 2-podyezda joylashgan aka-ukalar. Hozir liftdan chiqamiz va sizlarga uyni ko'rsatamiz. Xo'p, aka-ukalar. Lift ko'ryapsizlar, liftni to'g'risidagi xonadon 9-etaj. Aka-ukalar ko'ryapsizlar, odamlar yashab yotibdi. Bismillah deb xonadonimizga kiramiz. Mana shunday Toshkentdan menga ham xonadon nasib qilsin deydigan aka-ukalar, videomizga bitta like deb bosib, kommentariyaga chiroyligina izoh qoldiramiz va mana shu videomizda yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Chunki siz olmasangiz yaqiningiz olishi mumkin-da. Shunaqa gap. Xonadonga kirib kelganimizdan chiroyligina mana shunday bitta koridor bizni kutib oladi. Xonadonimizning kvadraturasi 55 kvadrat, 2 xona va plus mana shunday shinamgina oshxona bor. Uni отдельно ko'rsatib o'taman. Koridorga kirganimizdan, katta eshikdan o'ng qo'lda sanuzul bor, ko'rsatib qo'yamiz. Sanuzul ham ko'ryapsizlar, akkuratni, qimmat kafellardan qo'yilgan. Matviy qilib, ustalarni qo'l dard ko'rmasin. O'zim ozgina stroykaga tushunaman, cho'tki qilib qo'yishibdi. Xo'p, sanuzulning yonida родительный spalniy bor, ya'ni kattalar uchun yotoqxona. Ko'ryapsizlar, chiroyligina dekoratsiya qilingan va mana bu joyga e'tibor bering. Bu yerda sizga hozir tushuntirib o'taman aka-ukalar. Xo'p, bu yerda mana shunday joy qoldirilgan. Bu yerga dapatolog siz shkafingizni qildirasiz, ya'ni kiyim-kechingizni qo'yib turasiz. Bemalol. Ya mana bu yerga bitta spalnichani zakaz qilasiz, aka, va mana bu joyga bitta televizorchani zakaz qilasiz. 50 talikmi, 60 talikni mazza qilib er-xotin kechasiga dam olib yotasiz. Xo'p, koridorga qaytamiz. Boya aytib o'tgandek, oshxonani keyinroq ko'rsataman dedim-ku. Mana oshxona. Oshxona ham kichikgina, ixchamgina ko'rinib turibdi. Mana bu yerga bittagina stol qo'yasiz, mazza qilib yangamga ovqat qildirib, gaplashib o'tirasizlar-da. Sizlarga kotelni ko'rsataman. Eng muhimi domlarda kotel, ya'ni duv konturli kotel o'rnatilgan. Qimmat kotellardan. Aka-ukalar, gazni qimmati, vitichkani ham sensorli qimmatdan qilingan va ko'rib turganingizdek, kuxni mebellarga tushunadiganlar uncha-muncha kuxni emas, normalligina yaxshi sifatdagi, ya'ni materiallardan foydalangan holda shkaflarimizni ham tayyorlab qo'yishgan. Xo'p, oshxonada o'tganimizdan keyin yana bitta chap qo'limizda esa mana shunday sizlarni katta mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonaga gilam qo'yilgan, xohlagan turingizdagi gilamni qo'yib olishingiz mumkin. Yo menga bo'laveradi desangiz, mana shu gilamda ham yashashingiz mumkin. Xonadonimizda oynalariga jalyuzi qo'yilgan. Konditsioner bor. Eng qiziq tomonini aytaymi? Bu yerda hattoki 5 mahal azon eshitilib turadi. Ochamiz. Mana shundoq Suzugota masjidining oldi, Mumtoz to'yxonasining yoni. Shu vaqtgacha bir necha uylar sotayotgan bo'lsak, tushunmovchilik bo'lib qolyapti. Tushunmovchilik bo'lmasligi uchun bitta narsani aytaman. Mana shu televizorda faqatgina uyda egasi olib ketaman deyapti. Shu narsani alohida unutmanglar. Xo'p, eshiklarimiz yaxshi, qimmat eshiklardan qo'yilgan, hattoki ruchkalari ham sifatli. Yana qo'shimcha qilib aytaman aka-ukalar, xonadonimiz to'liq to'pli pol qilingan. Duv konturli kotel. Sizdan olinadigan narsa nima? Mehmonxonaga xohlasangiz stol qo'ying, xohlasangiz farzandingizga joy qilib bering. Bitta spalniy, bitta shkaf, bitta choy ichadigan stol. Bo'ldi. Boshqa hech narsa muammosi yo'q. Xo'p, xonadonda endi narxiga keldik, eng shirin joyiga. Xonadon egasi 74.900 deyapti. Astoydil olaman deb niyat qilib kelgan aka-ukalarimizga sunnatiga o'tib berishadi ekan. Aka-ukalar, bu dom polni pishgan g'ishdan bo'lgan aka-ukalar. Shuning uchun puliga menimcha arziydigan umiddaman. Kelinglar, mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qiling, yanada to'liq ma'lumot olasiz. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir uyni kelib ko'rsangiz, aniq sevib qolasiz. Barakasini esa mana shu xonadonda o'zida qilamiz. Aka-ukalar, aloqaga chiqishingiz mumkin.